Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar. Obunachilar, bugungi videomiz obunachilar zo'r yedan zo'r mes qarab kelganlar uchun. Ham joylarni obunachilar, ham do'kon. Go'rtlarning do'kon 100% tayyor bo'lib turibdi. Ishni boshlab beradigan. Mana orqa tarafida joylardan ba'zi video davomida to'liq ham meni tushuntirib chiqamiz obunachilar. Manzilga keladigan bo'lsak, Qoraqalpoq Respublikasi Ellikqal'a tumani Toshkent yarmarka Saribi deb aytiladigan mehmon obunachilar. Toshkent yarmarkadan kelaverishina 380 yo'li 200 metr yo'limiz yaqin. İşini zo'r yedan zo'r mes qarab kelgan uchun obunachilar, kanalga yangilar obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Ishini zo'r yedan zo'r mes qarab kelgan do'stlarga videoni tashakkur qilamiz obunachilar. Galovning yo'lini bo'yina. Do'konimiz 100% tayyor obunachilar, ko'rsatib chiqamiz. Bu do'konimiz ham natural emas ekan, turar etib ishlangan ekan bu. Natural emas, turar etib ishlangan. Orqa tarafida joylardan ba'zi video davomida to'liq ham men bilan danishib chiqamiz. Obunachilarning poni rishotga deb ishlangan. Giraverishimiz hamma narsasi tayyor holatga kelib turibdi. İçeriye girsek. Obunachilarga 100% tayyor etib ishlangan, kelib turib ishni boshlab beradigan bu. Bu yerda do'kon etib ishga tushgan emas ekan, bo'lgani tayyorlanib turibdi bu yer. Mana yurtlarga polka narsasi qo'yilgan, kattalik ham katta ayna. Aytib o'tganimizdek, natural emas, turar etib ishlangan ekan bu yerlar. Dokumenti orqa tarafida joylanamiz ham ko'rsatamiz. Yana ko'rtirsizlar, patolog ham narsasi ishlangan buni, tayyor holatda. Obunachilarning bu yoqda mana mestlari bor buni katta. Bu yoqning chegarasini kelgan bo'lsak, shu zabordan ekan yana. Shuni to'g'ri ketadi zabordan. Dereklar ham bu yerga kiradi ekan bunga. Obunachilarning bu yerdan yana bu girishimiz. Mashina to'g'ri joyga qarab o'tadigan yerimiz. Joy sasanglar shu joyga qarab o'tadigan yo'limiz bo'ladi bu yer. Bu yerda mana katta mestlari bor. Bedayna zaborni ochasizlar. Zaborlar ham zo'ridan qo'ygan, yurib beradigan. Yurtlar tayyor. Bu obunachilarning joydan ponni ko'tarilib tayyor holatga kelib turibdi bu. O'bshi yer maydoni 20 sotga kelgan. Obunachilarning go'rtlarning ko'tarilib tayyor holatda turibdi, kelib turib joyini solib, yashayveradigan holatga kelgan berlar. Dükkan o'rnidan boshqa addinli obunachilar 20 sotik bir yaqini o'zi o'bshi yer maydoni. Bu dükkanimiz addinli. Yerini ko'rtirsizlar. Obunachilar yerini ko'rtirsizlar, yerlari oydina bo'yajari bo'lib turibdi. Obunachilar so'ng bu zabordan tashqari sirtida derek ham bu joyga qarab bu joyga kiradi ekan, dokumentida bu joyga kiradi ekan. Shu dereklar ham bu joyga kiradi, zabordan sirtindagi dereklar. Obunachilar shu yerimiz yana. Bu yer molxona uchun moslangan yerimiz bom ko'tarilib tayyor holatga kelib turibdi. Qilg'ani obunachilar to'ki ustunda yana, to'ki turibdi ustunda. Zaborlangan yana zabori bor. Bundan bu yoqdan kattaroq bir mestlari bor ekan, bir 5-6 metr mestlari ham bor ekan. Agar kengaytirib olaman desanglar. Bu yoqina ko'rib turibsizlar, zabor dereklar bu joyga kiradi, aytdik. Bu yoqina mestini ko'rib turibsizlar, katta. Obunachilarga ko'rib turibsizlar, joyini tayyor holatda kelib joyini solib boshlab beradigan do'konimizni ko'rdinglar. Do'konimiz 100% tayyor holatga kelib turibdi. Ichini to'ldirib turib boshlab beradigan yerga kelgan. Galovning esa yo'lni bo'yinda. 380 yo'limiz Toshkent yarmarkadan obunachilar kelaverishda o'zi shu yerda benzin kolonka bor. Benzin kolonkadan o'ng aylansak yo'lni bo'yinda 100 metrmi 200 metr kiramiz yo'lni bo'yinda. Mana obunachilar dokumentidan xudo xolasa muammo yo'q ekan. Notariusga borib turib pulni berib shu yerda oldinga o'tirib olsanglar ham imkoniyatlari bor ekan. 100% tayyor dedi. Endi hozir ko'pchilik bahasini chiqsin. Bahasini obunachilar ekranda telefon nomeridan qoldirib qo'yamiz. Telefonda kelishaverasizlar egasi bilan. Telefonda kelishamiz dedi. Kelishilgan vaqtda beriladi ekan bu. Obunachilar manzilga kelaveradigan bo'lsak, Toshkent yarmarka tarafdan kelaverish, Ellikqal'a tomon Toshkent yarmarka. Ketib kelaverishda benzin kolonkani yonina shu yo'ldan girsak, chap tarafimizda 200 metr kiramiz. Bu yoqdan kelsak, 4 tarafdan kelaveradigan yo'limiz obunachilar. Shunday videoni kelamiz, keyingi videoga görüşünce sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.